Aka buni bolasi nima ekan? Nechinchi bola? Birinchi bola akalar, bola xonasinicha. Nechta sut ekan aka bu? 5 ta. 5 litr sut deyilyapti. Molimiz bo'yi 120 plus chiqadi mana. Yoshidan so'raganlar. Nech pul savdosi bo'lyapti aka buni? Savdo bo'lgan yo'q. O'z nech pul deyapti? 25 million deyapti. 25 million so'm narx aytilyapti, savdosi bo'lyapti akalar mana. Dehqonchilikga sizlarga bu. Dehqonchilikdan so'raganlar. Ayting aka, qiziqqanlar telefon nomeri. Telefon nomeri bering. Bo'ldi, hop, bozoringizni bersin aka. Mana. Aka bu nechinchi bola ekan? Nechinchi bola? Ikkinchi bola bo'lgan ovoz. Oldingizmi yo sotiladimi? Nech pul bo'ldi? 22 million 500 ming so'mga mana baraka bo'pti akalar. Xonada bormikan? Mana. Doktor qaysi kanal aka? Diyoruz aka. Nech pul qilishibdi buni aka? 20 million so'mga savdosi bo'lyapti molimiz. Hoji aka bu nechinchi bola ekan? Nechinchi bola ekan? Birinchi bola mana. Necha oylik qonida? 3,5 oylik deyilyapti. Molimiz bo'yi 1.30 atrofida chiqadi. Akalar, ola so'raganlar. Nechta sut ekan aka bu? Nechta sutga? Suti nechta? 6 litr sut deyilyapti. Mana. Savdosi nech pul qilishdi? O'z nech pul deyapti? O'z nech pul deyapti? 26 million so'm narx aytilyapti, 23,5 savdosi bo'lyapti. Akalar mana. Aka buni bolasi nima ekan? Nechinchi bola? 3-chi bola ovoz. Nechta sut ekan aka bu? 5 ta sut deyilyapti mana. Molimiz bo'yi 1.15 plus chiqadi akalar. Savdosi nech pul qilishdi aka buni? O'z nech pul deyapti? 22 million so'm narx aytilyapti, 19,5 savdosi bo'lyapti akalar mana molimiz. Xo'jalik bobidan so'raganlar. Yangi chekka chiqqan akalarimiz mana akalar. Hoji aka bu nechinchi bola ekan? 4-chi bola xonasi. Necha kunlik bo'ldi aka bu? Necha kunlik bo'ldi? Bir haftalik mana akalar. Nechta sutga? 6-7 litr sut deyilyapti. Molimiz bo'yi 120 plus chiqadi. Mana orqa yo'g'onliklari. Janavor yaxshi narsa. Savdosi nech pul bo'lyapti buni? Savdosi nech pul bo'lyapti? 21. O'z nech pul deyapti? 24 deyapti. 24 million so'm narx aytilyapti, 21 million so'm savdosi bo'lyapti akalar mana molimiz. Janavor yaxshi narsa ekan. Hoji aka bu nechinchi bola ekan? Nechinchi bola? 3-chi bola novo. Nechta sutga? 6-7 litr sutga deyilyapti mana akalar. Molimiz bo'yi 125 plus chiqadi. Savdosi nech pul qilishdi? 30 million so'm narx aytilyapti, 26 million so'm savdosi bo'lyapti akalar mana. Qonida bormi? Qonida bormi? Qonida hali qo'yilmabdi akalar mana. Qora savdoda so'raganlar. Telefon nomeri aytiladimi aka qiziqqanlarga? Telefon nomeri ayting qiziqqanlarga. 94lik 308 27 88 yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaringlar akalar mana. Bolasi novosida qora shahzoda so'raganlar. Bozor qizg'an ketyapti akalar mana. Aka bu nechinchi bola ekan? Birinchi bola xonajina bola. Bola xonajina akalar mana. Birinchi bola. Molimiz bo'yi 1.30 plus chiqadi. Nechta sut ekan aka bu? 7 litr sut deyilyapti mana. Molimiz bo'yi 1.30 plus chiqadi akalar mana. Savdosi nech pul qilishyapti aka bunga? 26,5 million. O'z nech pul deyapsiz? 30 deyapti. 30 million so'm narx aytilyapti, 26,5 million so'm savdosi bo'lyapti akalar mana molimiz. Yaxshi narsa ekan, ola. Mana orqa yo'g'liklari. Savdo bo'lyapti. Bola novo.
Nesbi berdik. Nesbi berdik. 2,5 million so'm savdosi bo'lyapti. 8 litr sut deyilyapti. 30 million so'mga baraka bo'ldi. Ha. Hoji aka bu nechinchi bola ekan? Nechinchi bola? 3-bola. 3-bola novo. Nechta sutga aka bu? 13 litr sutga. Mana yillar 4 joyda. Molimiz bo'yi 125 plus chiqadi akalar. Yaltirash e'tibor beringlar janovorga. Savdosi nech pul qilishdi? Savdosi 25. O'z nech pulga? 30 deyapti. 30 million so'm narx aytilayotgan 25 tacha tevaroqdan savdosi bo'lyapti akalar. Mana molimiz. Ona yaxshi narsa ekan janob. Kalle e'tibor bering. Buni nech pul qilishibdi aka? Nech pul? Bolasi xonajimmi? Nechinchi bola? Ikkinchi bola xonasi. Nechta sutga aka bu? 8 litr sutga deyilyapti. Mana. Yerlari ham 4 joyda akalar. Yorus. Nech pul qilishibdi? Endi aka, xudo xolasa mana. So'rayapmiz. Nech pul deyapsiz aka oshnoq buni? Men 26 million berdim. 26 million so'm savdosi bo'lyapti akalar mana. Qarang, go'zalini so'raganlar. Meni ham olib qo'ying, ko'zim ko'rgandi endi. Ha. Yaxshilikka jolasan. Ha. Aka bu nechinchi bola ekan? 4-bola novo. Nechta sutga ekan aka? 10 ta suti bor, 8 taga berdim. Qonida bormi? Qonida bormi? 8 litr sut deyilyapti akalar. Qonida jumon ekan. Molimiz bo'yi 130 atrofida chiqadi janob. Savdosi bo'lyapti. Nechta berish oshnoq? 26 million 300 ming. 26 million 300 ming so'm savdosi bo'lyapti. Mana. Bozor qizg'in ketyapti akalar. Aka bu nechinchi bola ekan? Nechinchi bola? 3-bola novo. Mana. Nechta sutga? 6 litr sutga. 3 oylik. Mana molimiz 25 plus chiqadi. Nech pul qilishdi aka buni? 25,5 qilib. O'z nech pulda? O'z nech pulda? 28 hozir akam. 28 million so'm narx aytilayapti. 25 millionni tevasida savdosi bo'lyapti akalar mana. Molimiz yaxshi narsa ekan. Akalar, yana bo'lasiz qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Videomiz yoqqan bo'lsa betadan like, ekranning o'ng tomonida obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring videomizlarga SMS tarz etib boradi. Xayr, salomat bo'linglar.